Temir tanqisligi anemiyasining eng ko'p uchraydigan belgilari. Birinchisi ishtahaning yo'qolishi. Ikkinchisi ta'm va hid bilishning buzilib qolishi. Ya'ni ta'm bilishda har xil loy, muz, ko'mir, qum, tuproq, kesak mana shunaqa mahsulotlarni iste'mol qilishga moyillik, hid bilishni buzilib qolishi, ya'ni benzin, aseton, lak bo'yoqlari, kerosin, mazut chiqindilari yoki naftalin hidlaridan zavqlanish paydo bo'ladi. Keyingisi tez bronx o'pka kasalliklari bilan kasallanish, ya'ni tez bronxit yoki pnevmoniya bilan kasallanib qolish. Demak, keyingisi teri va sochlardagi buzilishlar, terining quruqligi va sochlarning sinuvchanligi va tirnoqlardagi o'zgarishlar, tirnoqlarda kaylanixiya yoki platanaxiya belgilarining paydo bo'lishi va og'izda stomatit paydo bo'lishi. Keyingisi mushaklarda mioglobin yetishmovchiligi natijasida, demak, mushaklarning kechasi og'rib chiqishi, ya'ni kun bo'yi bolalar yoki kattalar harakatda bo'lishadi va kechasida mushaklarda og'riq sezadi. Mana shu demak anemiyani belgisi. Va mushaklardagi yana bitta muammo mushaklar gipotoniyasi. Mushaklar gipotoniyasi natijasida dizuriya, ya'ni yutalganda va kulganda siydikni ushlab tura olmaslik belgilari. Bolalarda ko'p uchraydi tungi inurez, ya'ni kechasi siyib qo'yish belgisi. Demak, anemiyaning eng ko'p uchraydigan simptomlari bo'ladi.